Mana do'stlar, jalka mashinalar. Qancha qorlar yog'di. Yigiti shu bir kun, 1,5 kun ichida 1,5 metrcha yog'di qor. Yo'llarni kurab chekigan, uyib tashagan. 1 metr, 1,5 metr. Mana mashinalar tagida mashinalar bor. Ramasi ko'rinib turibdi-yu. Mashinalar qorda tagida qolib ketgan. Endi shunday ekan, migrantlarni, biz musofirlarni qadrini juda yaxshi bilyapti. Mana mashina tagida mashina bor. Mashinalar taglarida mashinalar bor. Endi bular qadrimizga yetyapti. Yani oyliklar ancha oshirildi dvorniklarga. 40 ming, 50 ming rubldan edi oyiga. Endi bular 40 ming, 50 ming rubl bo'lgani bilan xaltura qiladi. Bo'lsa-da xalturasi chiqsa. Bo'lmasa xalturalar ham yo'q. Shularda oyligiga yashab bo'lgancha pul jo'natib qilardan aka ham yuribdi. Hozir mana shunaqa yo'lda ko'rganlardi. Cho'yab chiqib beryapti. Ovqat chiqib beryapti. Ruslar. Я тут сверху. Что пьете, чай или Magazindan кофе? produktlar beryapti. Что пьете, говорите? Bo'larkan shunaqa qilsa deyman-da men o'zim asli. Кофе с молоком? Faqat shu qish kelganda Сахар нужен. nima qilmasdan shu yozda ham hurmat qilib kerak emas, unaqa emas demasdan. Mana kerak bo'lar ekan deyman-da men o'zim. Hurmat qilib internetda ko'rgan bo'lsalaring, narsalar tarqatib, premalar berib shunaqa qilyapti-yu. Mana tog' bo'lib ketgan, tog' bo'lib. Xudo xolasa bugun 21 fevral ancha tinib qoldi. Havo ochilib ketdi. Xudo xolasa ertadan yana quyosh chiqdi. Soat 3 bo'lyapti. Xudo xolasa ertadan yana isib ketadi. Dostavchi akalar ham ishlayapti. Bularga ham qiyin, sovuq. Mana shu peshkom yurib ketyapman. Sovuq teshib orgidek bo'lyapti. Bular endi skuterda yuradi. Bilaman qanchalik sovuq urishini. Ularga ham qiyin. Endi oyiga shunaqa ishlayapti, 300 ming ishlayapti, 350 ming ishlayapti deb chiqaryapti-yu. Bunaqa qor bo'lgandan keyin avtobuslar ham ko'rgan bo'lsalaring yurmay qoldi. Dastavchilarga dastavkalar ko'payib ketadi-da. Shuning uchun ularda narxi oshib ketadi. Stavkasi deydi, oshib ketadi. Yandekschilar ham oshib ketadi-yu. Shunaqa-da bular ham. Shu bir oy ichida shuncha pul ishlab olsa bularga ham yaxshi. Xudo xolasa. Ish qilib nima bo'lsa ham shu o'zimiznikilar yaxshi ishlab ketsa. Xudo xolasa yaxshi. Hozir yo'lga chiqyapman. Yo'llardan ancha kurab qo'yibdi kecha kuni. Yo'llar ham qor edi. Mana chetlar ham hozir yo'q. Ochib chiroylab qo'yibdi. Xudo xolasa. Ikkala chekkaga uyib tashagan. Mana akalar qatnayapti bizni billab soqani qilib. Shu qor ham endi har fasl yog'maydi shu. Основной yanvar, fevral qattiq qor yog'adi. Shunda pul qilib oladi-da. Dvorniklar ham, boshqalar ham. Dvorniklar deganda shu ko'chalarda shipirib nima qilayotgan akalar shuni qilib xalturaga chiqadi, tom kurashga. Hozirgi paytda tom kurashlar bo'lyapti 10 ming rubldan. Agar baland cho'q tom kurashlar bo'lsa 15 ming rubldan ishlayapti. Bitta ko'ring videoni. Sizlar nech pul kuniga ishlaydi degan savol ko'p keladi. Hozir bolalardan so'rab bilamiz, ketdi. Bog'la bitta savol sizlarga. Kecha nech puldan tushdi, qanchadan ishladilaring? 14 ming. Kechadan oldingi kun qancha tushdi? Kechadan oldingi kun 12 ming tushdi. Unda O'zbekistonda uydagilar ham shu har kun bankomatga borib pul yechaverib charchab ketishgandir. Ko'rsataman kecha nima
mana shu yerda tirbandlik bo'lib, avtobuslar yurmay qoluvdi. Bularning texnikasi kuchli birpasda kurab, tuzlar sevib, mana tuzlar sevib eritib tashlaydi. Yoz odamlar kam. Kecha mana shu to'lib, sizlar internetda ko'rgan bo'lsalaring kerak, tirbandlik bo'lib, avtobuslar uzil-kesil yurmay qoluvdi. Mana do'stlar, sentrchigan avtobuslar o'zi yurishni boshladi. Yo'llar erigan. Odamlar kam, hamma ishiga ketib kelib yuribdi. Xudo xolasa hammasi o'tib ketdi, xudo xolasa. Endi yog'masin bunaqa katta qor. Avtobusda yurib bir kun oldin mana shu to'la edi. Mana shu qorga ham to'la edi, turib, eritib, odamlar ham yo'q. Hammasi yaxshi, tirbandlik yo'q, xudo xolasa.